Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Uyingizni tortib olishadi. Shok qonun qabul qilindi. Endi hammaning uyi xavf ostida degan gaplar qanchalik rost. Qaysi holatda uy haqiqatan ham olib qo'yilishi mumkin? Qaysi holatda esa odamlarni shunchaki qo'rqitishmoqda? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Hovlisi bor odamga ham, kvartirada yashayotgan odamga ham, ipoteka olganlarga ham, hali hujjatini to'lamaganlarga ham. Men bugun masalani vahimasiz, lekin juda jiddiy tushuntiraman. Chunki ko'pchilik aynan bilimsizlik sababli uydan, yerdan, pulidan yoki huquqidan ayrilib qolishi mumkin. Videoni hoziroq oxirigacha ko'ring. Kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday huquqiy mavzularni bilgan odam o'zini ham, oilasini ham himoya qila oladi. Eng avvalo bitta narsani aniq aytaman. Davlat yoki boshqa bir tashkilot xohlagan paytda kelib, bu uy endi bizniki deb sizni ko'chaga chiqarib yuborishi mumkin emas. Uy-joy daxlsizligi, mulk huquqi va sud himoyasi bor. Lekin shu bilan birga qonunda ayrim holatlar borki, agar uy hujjatsiz bo'lsa, qarz garovida bo'lsa, noqonuniy qurilgan bo'lsa, davlat ehtiyoji uchun olib qo'yilayotgan bo'lsa yoki sud qarori bo'lsa, uyni yo'qotish xavf paydo bo'ladi. Oldin odamlar ko'pincha uy-joy masalasiga beparvo qarardi. Mahalla biladi, hamma tanish ota-bobomdan qolgan, kadastr keyin qilinadi. Kelishuv qog'ozsiz ham bo'laveradi degan yondashuv ko'p edi. Masalan, bir odam 20 yil oldin hovlini og'zaki kelishuv bilan sotib olgan, pulini bergan, yashab kelgan, lekin notariusdan rasmiy oldi sotdi qilmagan. Keyin sotgan odam vafot etadi. Uning farzandlari chiqib, "Bu uy bizning merosimiz" deb da'vo qiladi. Ana shunda 20 yil yashagan avtomatik tarzda to'liq mulkdor qilib qo'ymaydi. Hujjat yo'q bo'lsa, sudda isbotlash juda qiyin bo'ladi. Hozir esa elektron kadastr, davlat reyestrlari, sud ijrochilari tizimi, bank garovlari, qurilish nazorati, davlat ehtiyoji uchun kompensatsiya tartiblari ancha tartibga solinmoqda. Bu yaxshi tomoni, hujjati joyida bo'lgan odamning huquqi yaxshiroq himoya qilinadi. Lekin yomon tomoni, hujjatsiz, qarzli, noqonuniy yoki chala rasmiylashtirilgan uylar bo'yicha muammolar tezroq ko'rinib qoladi. Shuning uchun bugungi videodagi asosiy gap shu. Kim xavotir olishi kerak, kim tinch bo'lishi mumkin va har bir odam hoziroq nima qilishi kerak? Birinchi holat, uyingiz to'liq hujjatli bo'lsa. Agar sizda mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat, kadastr hujjati, davlat ro'yxatidan o'tgan ma'lumot, notarial oldi-sotdi shartnomasi yoki meros hujjati bo'lsa, siz oddiy mish-mishlardan qo'rqmang. Hech kim sizning uyingizni shunchaki kelib olib qo'ya olmaydi. Agar davlat ehtiyoji bo'lsa ham, ya'ni yo'l, maktab, kasalxona infratuzilma qurilishi uchun uy joylashgan hudud kerak bo'lsa, unda kompensatsiya masalasi hal qilinishi kerak. Sizga teng qiymatdagi uy, pul kompensatsiyasi yoki kelishilgan boshqa shakldagi qoplama berilishi lozim. Eng muhimi, bu jarayon hujjat bilan bog'lash bilan, kelishuv bilan yoki nizoli bo'lsa sud orqali bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida bir oilaning 4 sotix hovlisi bor, kadastri bor. Uy 20 kvadrat metr. Hududda yangi yo'l tushishi rejalashtirilgan. Bunday vaziyatda ularga ertaga chiqib ket deyish qonuniy yondashuv emas. Avval baholash bo'lish kerak. Yer, uy, yordamchi binolar, daraxtlar, kommunikatsiya ko'chish xarajatlari, ba'zan vaqtinchalik ijara masalasi ham hisoblanadi. Agar baholash 8 million so'm chiqsa, lekin sizningcha bozor narxi 1 milliard 2 million bo'lsa, siz baholashga e'tiroz bildirishingiz, mustaqil baholovchi chaqirishingiz, sudga murojaat qilishingiz mumkin. Demak, hujjati bor odamning asosiy quroli hujjat va o'z vaqtida e'tiroz. Ikkinchi holat, uy ipotekada yoki bank garovida bo'lsa, mana bu yerda ko'pchilik adashadi. Uy o'zimniki, hech kim tegmaydi deydi. Lekin agar siz ipoteka krediti olgan bo'lsangiz, uy ko'pincha bank garovida turadi. Siz kreditni to'lamasangiz, bank avval ogohlantiradi, keyin muddat beradi, keyin sudga yoki ijro tartibiga murojaat qilishi mumkin. Sud qarori yoki notarial ijro xati asosida garovdagi uy savdoga chiqarilishi ehtimoli bor. Bu qonun shok bo'ldi. Uy tortib olinadi degani emas. Bu qarz majburiyatining oqibati. Misol uchun bir oila 600 million so'mlik kvartira oldi. 20% boshlang'ich to'lov qildi. Qolganini 15 yilga ipoteka qildi. Oylik to'lov 5 million so'm. Birinchi 2 yil to'lab bordi, keyin daromad kamaydi, 7 oy to'lamadi. Qarz, penya, foizlar yig'ilib bank ogohlantirish yubordi. Oila esa keyin gaplashamiz deb e'tiborsiz qoldirdi. Mana shu eng katta xato. Bank bilan vaqtida restrukturizatsiya qilish, muddatni uzaytirish, bir qismini yopish, vaqtinchalik imtiyoz so'rash mumkin edi.
E'tiborsizlik oqibatida ish sudga o'tadi va uy xavf ostiga tushadi. Demak, ipotekachilar vahima qilmasin, lekin to'lov kechikkan bo'lsa, darhol bankka boring. 3-holat kommunal qarzlar. Ko'pchilik so'raydi. Elektr, gaz yoki suv qarzi uchun uyimni olib qo'yishadimi? Odatda oddiy kommunal qarz uchun birdan uy tortib olinmaydi. Lekin katta miqdordagi qarz, sud qarori, ijro hujjati bo'lsa, bank kartalari, oylik maosh, mol-mulkka nisbatan ijro choralari qo'llanishi mumkin. Uy-joyni sotish eng oxirgi va og'ir choralardan biri bo'lib, hamma holatda ham qo'llanavermaydi. Lekin bu qarzni to'lamasam ham bo'laveradi degan emas. Ayniqsa noturar joy. Ijaraga berilayotgan obyekt tadbirkorlik binosi bo'lsa, xavf yuqoriroq bo'lishi mumkin. 4-holat noqonuniy qurilish. Eng xavfli joy mana shu. Agar odam yer ajratilmagan joyga uy qurib olgan bo'lsa, qishloq xo'jaligi yeriga ruxsatsiz hovli tiklagan bo'lsa, ko'p qavatli uy atrofidagi umumiy hududni o'rab olib do'kon yoki qo'shimcha xona qilgan bo'lsa, bu qonuniy mulk hisoblanmasligi mumkin. Men pul sarfladim, beton quydim, tom yopdim degani yetarli emas. Ruxsat, loyiha, kadastr, foydalanishga qabul qilish hujjati kerak bo'ladi. Masalan, bir kishi shahar chetidan arzon yer oldi. Sotuvchi unga hali kadastr bo'ladi, hokimiyat bilan gaplashilgan dedi. Daxili 1 million so'mga yer oldi. Yana 300 million so'mga uy qurdi. Keyin ma'lum bo'ldiki, yer aslida boshqa toifadagi yer, turar joy qurishga ruxsat yo'q. Sotuvchi esa egasi ham emas. Natijada odam pulini ham, uyini ham xavfga qo'ydi. Shuning uchun men har doim aytaman, uy yoki yer olishdan oldin kadastr raqamini tekshiring, mulkdor kimligini tekshiring, qarz yoki taqiq bor yo'qligini tekshiring. Notarius orqali rasmiy bitim qiling. Og'zaki kelishuv eng katta xavf. 5-holat meros va ulush masalasi. Juda ko'p oilalarda uy ota-onadan qoladi. Bir farzand uyda yashaydi. Boshqalari mayli, sen turaver deydi. Lekin meros rasmiylashtirilmagan bo'ladi. 10 yil, 15 yil o'tadi. Keyin aka-uka yoki opa-singillar o'rtasida nizo chiqadi. Uyda yashab kelgan odam men ta'mir qildim, men qaradim deydi. Boshqalar bizning ham ulushimiz bor deydi. Agar meros o'z vaqtida notariusda rasmiylashtirilmagan bo'lsa, keyinchalik ish murakkablashadi. Bu holatda uyni davlat tortib olayapti emas, balki hujjat va ulush masalasi ichki oilaviy nizoga aylanadi. 6-holat aliment, soliq, jarima va boshqa katta qarzlar. Agar odamning sud qarori bilan tasdiqlangan katta qarzlari bo'lsa, sud ijrochisi mol-mulkini aniqlashi, ayrim mol-mulkka taqiq qo'yishi, realizatsiya masalasini ko'tarishi mumkin. Lekin yashab turgan yagona uy-joy bo'yicha ham alohida cheklovlar va tartiblar bor. Hamma qarz uchun ham odamning boshpanasini darrov sotib yuborish mumkin emas. Ammo garovdagi uy ortiqcha ko'chmas mulk, ijaraga berilayotgan kvartira. Tijorat obyekti bo'lsa, ijro xavfi realroq bo'ladi. Birinchi nozik jihat, kadastr borligi hamma narsani hal qilib bermaydi, lekin kadastr yo'qligi muammoni juda kattalashtiradi. Ba'zan odamda eski qaror, eski order, eski texnik pasport bo'ladi, lekin davlat reyestrida ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Eski hujjatlarni yangi tizimga moslashtirish, mulk huquqini ro'yxatdan o'tkazish kerak. Agar siz menda 1995 yildagi qog'oz bor deb yursangiz, ertaga sotish, meros, garov, kompensatsiya paytida qiynalasiz. Ikkinchi nozik jihat uy ichidagi qo'shimcha qurilmalar. Sizda asosiy uy kadastrda 90 kvadrat metr deb turibdi, lekin amalda 1.6 kvadrat metr qilib kengaytirgansiz. Hovlida qo'shimcha oshxona, hammom, 2-qavat do'koncha bor. Agar bular rasmiylashtirilmagan bo'lsa, kompensatsiya yoki baholash paytida to'liq tan olinmasligi mumkin. Bu degani odam katta pul sarflagan, lekin hujjatda ko'rinmagani uchun qiymati pasayib ketishi mumkin. Shuning uchun qo'shimcha qurilishlarni ham imkon qadar qonuniylashtirish kerak. 3-nozik jihat propiska yoki doimiy ro'yxat mulk huquqi emas. Ko'pchilik men shu uyda ro'yxatda turaman, demak uy menga tegishli deb o'ylaydi. Yo'q, ro'yxatda turish yashash manzilingizni bildiradi, mulkdorlikni emas. Mulkdor kadastr va reyestrda kim ko'rsatilgan bo'lsa o'sha. Albatta, ayrim oilaviy, nikoh, meros huquqlari bo'lishi mumkin, lekin ro'yxatning o'zi uyni sizniki qilib qo'ymaydi. 4-nozik jihat er-xotin mulki. Nikoh davrida olingan uy ko'pincha umumiy mulk hisoblanadi. Hatto hujjatda faqat er yoki faqat xotin nomi turgan bo'lsa ham, agar uy nikohdan oldin olingan bo'lsa, meros yoki hadya sifatida olingan bo'lsa, vaziyat boshqacha bo'lishi mumkin. Shuning uchun ajrim paytida, kredit paytida, sotish paytida turmush o'rtog'ining roziligi, ulushi, voyaga yetmagan bolalar manfaatlari muhim bo'ladi. Ko'p odamlar uy sotib yuborilgandan keyin nizo boshlaydi.
aslida bitimdan oldin huquqiy maslahat olish kerak. 5-nozik jihat. Bolalar ulushi bor uy. Agar uyda voyaga yetmagan bolalarning ulushi bo'lsa, bunday uyni sotish, almashtirish, garovga qo'yish yoki boshqa bitim qilishda vasiylik va homiylik organlari bilan bog'liq talablar bo'lishi mumkin. Bolaning ulushi yomonlashmasligi kerak. Masalan, bolaning 2 kvadrat metrga teng ulushi bor kvartira sotilib, unga umuman ulush ajratilmasa, bu keyin bitimni nizoli qilishi mumkin. 6-nozik jihat. Arzon uy takliflari bozorda tez sotiladi. Hujjat keyin bo'ladi. Notariusiz kelishamiz qarindoshim nomida, muammo yo'q. Kadastr hali chiqmagan, lekin joy zo'r degan takliflar juda xavfli. Arzon narxning sababi ko'pincha hujjatdagi muammo bo'ladi. 700 millionlik uy 1,1 millionga berilayotgan bo'lsa, avval xursand bo'lmang, avval tekshiring. Uyda taqiq bormi, garov bormi, sud nizosi bormi, meroschilar rozimi, yer toifasi qanday, qurilish qonuniymi, hammasini ko'rish kerak. 7-nozik jihat davlat ehtiyoji va snos masalasi. Agar hudud buzilishga tushsa, odamlar ko'pincha ikkiga bo'linadi. Ba'zilar nima bersa ham olaylik deydi. Boshqalar umuman chiqmaymiz deydi. Men ekspert sifatida aytaman. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni yig'ish, baholashni tekshirish, yozma e'tiroz berish, muzokarani yozma tartibda yuritish. Og'zaki va'daga ishonmang. Keyin qo'shimcha beramiz. Avval chiqing, keyin hujjat qilamiz. Hammasi hal bo'ladi degan gaplar yozma majburiyat bo'lmasa, erta isbotlash qiyin. Endi men sizga aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyingiz hujjatlarini bir joyga to'plang. Kadastr hujjati mulk huquqini tasdiqlovchi hujjat. Notarial shartnoma, meros guvohnomasi, hadya shartnomasi, sud qarori bo'lsa sud qarori, foydalanishga topshirish hujjatlari, yer ajratish qarori, texnik pasport, barchasini alohida papkaga soling. Nusxasini skaner qilib telefoningizda, elektron pochtangizda yoki ishonchli flashkada saqlang. Ikkinchi qadam, davlat reyestridagi ma'lumotni tekshiring. Kadastr organlariga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilib, uyingiz bo'yicha ma'lumot oling. Mulkdor kim? Maydon qancha? Taqiq bormi? Garov bormi? Manzil to'g'rimi? Ba'zida hujjatda 600 sotiq, reyestrda 5,5 sotiq, amalda 7 sotiq bo'lib chiqadi. Mana shu farqlar kelajakda katta muammo qiladi. Ularni imkon qadar hozirdan aniqlang. 3-qadam. Agar uy meros bo'lsa, notariusga boring. Ota-onadan qolgan uyda yashab yurgan bo'lsangiz ham meros masalasini rasmiylashtiring. Barcha meroschilar bilan gaplashing, ulushlarni aniqlang. Voz kechish bo'lsa rasmiy qiling. Kelishuv bo'lsa notarial qiling. Akam gapirmaydi. Singlim rozi, ukam chet elda degan og'zaki holatlar keyin muammo bo'ladi. 4-qadam, agar ipoteka yoki kredit qarzingiz bo'lsa, bankdan qochmang. To'lov 1 oy kechikdimi, darhol bankka boring. Ariza yozing. Daromadim vaqtincha kamaydi. To'lov jadvalini qayta ko'rib chiqishingizni, muddatni uzaytirishingizni yoki restrukturizatsiya qilishni so'rayman deb bank bilan yozma muloqot qiling. Agar siz aloqadan qochsangiz, bank sizni to'lash niyati yo'q deb baholashi mumkin. Agar muloqot qilsangiz, ko'p hollarda yechim topish imkoniyati oshadi. 5-qadam, noqonuniy qurilish bo'lsa, vaziyatni yashirmang, tekshirtiring. Kadastr mutaxassisi, arxitektura bo'limi yoki yurist bilan maslahat qiling. Qonuniylashtirish imkoni bormi? Jarima bilan rasmiylashtirish mumkinmi? Loyiha kerakmi? Qo'shnining roziligi kerakmi? Yong'in xavfsizligi va sanitariya talablari buzilganmi? Buni bilish zarur. Bugun kichik jarima va hujjat bilan hal bo'lgan narsa ertaga buzilish qaroriga aylanishi mumkin. 6-qadam. Agar hududingiz buzilishga tushayotgani haqida xabar bo'lsa, darhol baholashga tayyorlaning. Uydagi barcha yaxshilanishlarni ro'yxat qiling. Ta'mir, pol, tom, deraza, isitish tizimi, kanalizatsiya, suv, elektr, qo'shimcha binolar, mevali daraxtlar, devor, darvoza, rasmlar va videolar oling. Cheklar, shartnomalar, ustalar bilan yozishmalar bo'lsa saqlang. Baholovchi kelganda hammasini ko'rsating. Agar baholash past bo'lsa, yozma e'tiroz bering. 7-qadam. Hech qachon bo'sh qog'ozga imzo qo'ymang. Bu oddiy ro'yxat, keyin to'ldiramiz. Hamma imzo qo'yapti degan gaplarga ishonmang. Har bir hujjatni o'qing. Tushunmasangiz, rasmga olib yuristga ko'rsating. Ayniqsa kompensatsiyadan voz kechish, kelishuv qiymati, ko'chib chiqish muddati, da'vodan voz kechish kabi bandlar bo'lsa, juda ehtiyot bo'ling. 8-qadam, uy sotib olayotganda tekshiruv ro'yxatini qiling. Sotuvchining pasporti va mulkdorligi mosmi, turmush o'rtog'i rozimi, uy garovda emasmi, taqiq yo'qmi, kommunal qarzlar bormi, uyning amaldagi maydoni hujjatga mosmi, meroschilar da'vo qilmaydimi, sud nizosi yo'qmi, notariusdan oldin ham.
notarius vaqtida hammasini so'rang. Pulni imkon qadar bank orqali yoki rasmiy tasdiq bilan bering. Qo'lga katta summa berib tilxat borku deb yurish xavfli. 9-qadam. Agar sizga suddan yoki sud ijrochisidan xat kelsa, uni yashirib qo'ymang. Ko'p odamlar xatni ochmaydi, chaqiruvga bormaydi. Keyin men bilmaganman deydi. Bilmaslik har doim ham himoya qilmaydi. Sudga bormasangiz ish sizsiz ko'rilishi mumkin. E'tiroz bermasangiz qaror kuchga kirishi mumkin. Shuning uchun har qanday rasmiy xatga o'z vaqtida munosabat bildiring. 10-qadam. Kerak bo'lsa bepul yuridik maslahat, advokat yoki tajribali yuristga murojaat qiling. Uy-joy masalasi oddiy jarima emas. Bu oilaning eng katta mulki. Bir marta noto'g'ri imzo qo'yish yoki muddatni o'tkazib yuborish millionlab so'mlik zarar keltirishi mumkin. Demak, azizlar, uyingizni tortib olishadi degan gapni eshitsangiz, darhol vahimaga tushmang. Lekin beparvo ham bo'lmang. Hujjatlar joyida, qarzi yo'q, qurilishi qonuniy, reyestrda muammosi yo'q odamning huquqi himoyalangan. Xavotir olish kerak bo'lganlar esa hujjatsiz uyda yashayotganlar, ipoteka yoki katta qarzi borlar. Noqonuniy qurilish qilganlar, merosni rasmiylashtirmaganlar, arzon va shubhali uy sotib olmoqchi bo'lganlar. Men sizdan so'rayman, bugun videodan keyin uyingiz hujjatlarini tekshirib chiqing. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, mutaxassisga murojaat qiling. Eng katta himoya bu vahima emas, hujjat, bilim va vaqtida qilingan harakat. Sizning hududingizda ham buzilish, kompensatsiya, kadastr yoki ipoteka bo'yicha muammo bormi? Izohlarda yozing. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan savollarga alohida javob beraman. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki o'z uyini himoya qilishni bilgan odam hech qachon oson aldanmaydi.